Ana endi ushbu mexanizmni ishlatib ko'ramiz. Ketdik. Ko'rishingiz mumkin, men oxirgacha bosdim, lekin o'rindiq oxirgacha taxlanmadi. Ana endi rakursni orqa tomonga olib o'tamiz va qo'limizni oxirgacha qo'yib turamiz. Qo'limni uzmadim, o'rindiq oxirgacha bormadi. Qo'limni uzmadim. Hyundai Palisade hodisasida esa aynan shu elektroprivet sistemasida One Touch o'rnatilganligi uchun, ya'ni One Touch degani, hozir bitta ko'rsataman sizlarga, mana qo'limni qo'yib o'rganim uchun to'xtab qoldi. Oxirigacha. Ana oxirgacha tortib oldik. Ana endi qaytaramiz. Qarang. Ko'rdingizmi? Uzilib qoldi. Aynan One Touch sistemasida esa buning aksi bo'ladi. Bir marta yaxshilab bosganingizning o'zida o'rindiq oxirigacha ketib qoladi. Ushbu mudhish voqeaga sabab aynan o'sha One Touch sistemasi bo'lganligi va o'rindiqda bola qolib vafot etgani sabab bo'lmoqda. Videoning ikkinchi qismida esa kamarni yechamiz va sizlar uchun test qilib ko'ramiz. Bunisi esa umuman boshqa hodisa ro'y berdi. Video uzun bo'lib ketmasligi uchun buni ikki qismga bo'ldik. Ikkinchisi esa davomi, ya'ni profilimizda bo'ladi.